So listen carefully and then answer these, like what the weather like in Greece. What is the weather like in Greece? Андақта Грецияның ауа райы қандай болды? Оның бұның қызықсаңlar, мұш біздіңке қысқа ғана бір картон фильм бар, шынын айты диққат қылып аңлап, мұш суалларға бір жауап тапсаңlar. Okay. Where do you come from? I come from Greece. What's the climate like in your country? It's very pleasant. What's the weather like in spring? It's often windy in March. It's always warm in April and May. But it rains sometimes. What's it like in summer? The sun shines every day. Is it cold or warm in autumn? It's always warm in September and October. It's often cold in November, and it rains sometimes. Is it very cold in winter? It's often cold in December, January, and February. It snows sometimes. Okay guys, so have you finished? Андақта балла, аңлаған болсаңlar, мұшы Грецияныңки ауа райы қандай болды? What about in spring? Okay, in spring it's windy, warm, and rainy, right? Амда мұшы Грецияның ауа райы, windy, warm, rainy, ямолық кен, шамал шығыр кен, шынама. Амда қайсы айлағы тәуәр дегенде? March, April, and May. So what about summer? What's the weather like in summer? Okay, who can answer? Can you answer this question? What's the weather like in summer in Greece? According to listening, it's hot and sunny. Sık, sunny, and it's like includes June, July, August. What about autumn? Okay, what about autumn? So what is the weather like in autumn? So what is the weather like in autumn? Okay, it's warm, cold, rainy, right? Good. Cold, warm, rainy. September, October, November. Okay. September, October, and November. What about last one? Last but not least. So who can answer this one? Like winter. Okay, winter. What's the weather like in winter? What is the weather like in winter? Okay, it's of course it's cold and snowy. Like they are December, January, and February. Good. Look, listen again and answer. Okay. And anlamayla. Sizlar ekran qaragach, hamda bu shu bizningki savollar bor. Shu savollarni tanlab beringlar bolalar. Listen, what's the climate like in Greece? A, it's very windy. B, it's very hot. C, it's very rainy. D, it's very pleasant. Okay. Which one is the best answer for this question? Which? Yeah. Which one? Which one? Okay. I'm the مشاركة مشو كلمات شنو عندك سعادة قرالة مشو بقولك تكسمز دك in time مهم بوغان سلاب بالمثال فقط بومايرغان برنامج نقطة مثلا قرالة what's the climate like in your country? I'm the مشاركة what is something like? Okay, I'm the مشاركة like تجينمزنا من دنيا مثلا برجيت سبول ده مشاركة bu argizma bu yerga ayrim bir biz ilgari o'rganganimda omroq degan gap emas. Bu nima desanglar, ama what bilan birlashib, birikib nima desanglar, ma'lum bir narsalar yoki odamlarningki
shuning holati, ahvolining qandaqligini surishti qilishga ishiltiladi. Andaqda bir qo'shilg'uchi dedik, And so, masalan, what's the weather like today? Bugun havo qandaroq degan gap. Bugun havo qandaroq. Endi bu like bilan be like deganning farqi nima desanglar? Masalan, bir ikki jumla keltirib berasizlarga farqlantirib qo'yaman. Masalan, I am like my father. Yana birisi I like my father. Okay. Endi bilsa I like my father degan men dadamga amroq degan gap. Tushunami? Endi I am like my father degan men dadamga o'xshash. Demak, endi meni chiroy turqim, badan shaklim, har qaysi jihatdan, endi bu sirtqiy qiyofat jihatdan, ko'rinish jihatdan o'xshagan bo'lsa, nima desanglar, bu like ni ishlatamiz. Demakchi be like. Demak, endi like degan shu qo'shilg'uchilar endi keyingi so'z bilan birlashib, ma'ni o'xshaydiganligidan iborat shundaq bir ma'noni beradi. Aniqda. Masalan, buni odamlarga ishlatishga bo'lamdi deganda tamoman bo'ladi. Agar odamlarga ishlatsa bu nima ma'nodan derak berdi deganda, agar odamlarga ishlatsa buningki shu tashqi qiyofati, uning nisbat mijoz xuluqlarining qandaq bir aloyidlik ekanligini so'rashga ishlatildi. Masalan, alaylik, what's your brother like? Akınız bir qandaq bir adam yoki akınız bir qandaq bir yoki ininiz qandaq bir bala desa, he has round face, unda yumlaq yuzlik, big eyes, yo'g'on, cho'ng ko'zlik, and brown hair. Endi shu qo'ng'ir rang chechiva. Demak, endi shu odamlarga nisbatan aytganda, endi shu tashqi qiyofati, ko'rinishi, shu aloyidlikni surishti qilishga, endi boshqalarni so'rashga masalan, what's your brother like? Andaqda what's your house like? Sizning uyingiz qandaroq? Sizning uyingiz qandaq desanim deymiz. It's a big and bright. Night yo'g'on and night yorug'. Demak, endi musharika balla. What is something like? Yoki what is somebody like? Degan gap endi shu bir biz boshqa narsalarni yoki shaylarni yoki bir odamlarning tashqi qiyofat va shuning munosib bo'lgan aloyidliklarni so'rashda, surishti qilishda ishlatilgan jumla. Shunga what is somebody like yoki what is something like shuni yaxshi puxta deganlar. Bu hisobda bugungi darsimizga intayin muhim narsa. Masalan, buning bir necha shakli bor. Masalan, what's the climate like in your country? Sizning davlatingizning klimati qanday? Endi bir sharaka climate. Climate deganimiz nima? Masalan, klimat degan ma'lum bir rayni uzoq vaqtdagi havo rayini ko'rsatadi. Climate. And the weather degancha bir qisqa. Masalan, haftalik yoki necha kunlik yoki bir kunlik degandek shuni weather deymiz. Masalan, what's the weather like in Kashgar? Qashqarning havosi qanday deymiz endi. Endi masalan, Qashqar faqat kelib boqmaganlar what's the climate like in Kashgar bo'lsa, Qashqarning klimati qanday? Demakchi uzoq mezgillik, masalan, bir tipik aloyidlik qurg'oq shunami degandek. Demak, endi musharaka climate bilan weatherdan farqi nima desanglar, climate degan shu nima desanglar, shu bir rayonningki bir yil atrofidagi shu havo rayining ahvoli. Hamda weather degan shu ma'lum bir vaqtga ahvollanamiz. So what's the weather like in Greece? It's very pleasant. Shunami? What's the climate like in Greece? It's very pleasant. Tayin bir xil kishiga yiqishliq, odamga xushallik ato qilgan nihoyatda yaxshi degan gap. Pleasant. Nihoyatda yiqishliq. So what's the weather like today? It's warm and sunny. Bugun havo qanday? So it's warm and sunny. Bugun iliq ham qanday? Nihoyatda quyosh parlab turdi. Good. Bo'ldi bolalar, bugungi darsimizningki intayin muhim bo'lgan tochkasi, intayin muhim bo'lgan mig'izlari chiqib bo'ldi. Sizlar mushuning asosan qanday desanglar, mush tekstni qattiq yodlab o'tinglar. Hamda yodlaganda nimaga diqqat qilinglar desanglar, sizlar hamda 50 darslik kelib qoldinglar. Bu yanalam sizlarningki tilinglar bu tilga ko'nab bo'lanmadi-ku. Shunga bo'lsa, bizning abdi ta'limimizdimi bor? Va yoki bizningki Baydurdan aqto'sanlar bo'ldi, buningki tinglisini topqani bo'ladi, anglash qismini. Sizlar shuning bir tarafdan anglab yodlanglar.
anglab yatılsаңlar, bu önüme texim yaxşı oldu. Onun üstüge yakında bizninki ağayının torbet ilan kılındı. Bizden torbette hemme näsil var. Sizler tor arqılıq, app arqılıq çıqıp, torğa çıqqanı bolğan üskünlər bolsa, ögengini boludu. Her qandaq orunda, her qandaq şaraitda. Şoňa bolsa izçil dawamlaşdyrsaňlar, demek izçil dawamlaşdyryş bu muvaffaqiyatning açıqçı. Bel qoyup baranlar toxtap qaldyňlar, maglup boldyňyz degen gep. Demek hazır siz 50 ders kelgen bolsa, kögen bu izçil görýän bolsaňlar. Demek yana toxtamay qanday qılаңlar, ilgirläňler. All right, that's all for today. See you next time. Goodbye.